Har doim shu yerda kofe ichib, sizlarga informatsiya berishga harakat qilaman. Bugun nitlar haqida informatsiya bermoqchiman. Nit o'zi nima? Nitlar hozir shunaqa rivojlanib ketganki, oldingiga nisbatan ancha yangi narsalar chiqib ketgan. Hozirgi momentda o'zi nit nimadan iborat? Nitlarni sostavi bu polimolочная kislota или poliadiksanon. То есть shundan iborat bo'lgan nit hisoblanadi. Nit vazifasi o'sha именно polimolочная kislota nima qilib beradi? Stimulyatsiya, kollagenni, yuzni o'zidagi kollagenni stimulировать qilib, yuzdagi упругость, yuzni oqartirish, yangi kletkalarni yana ham tezroq rivojlantirishga yordam beruvchi nima desa bo'ladi? Yordam beruvchi narsa hisoblanadi-da. Endi nitlarni turi juda ham ko'p. Hozir mezonitlar chiqib ketgan. Aptos nitlarni o'zi целая lineyka. Men bu narsa haqida hozir keyingi istoriyamda aytib o'taman. Bugungi patsientkamizga qilayotgan nitimiz polideksidonoviy nit hisoblanadi. Yuzlariga qarab bersanglar, yuzlarida отекlar bor. Juda ham zo'r отекlarni ketkazadi, yuzni ozg'inlashtiradi, yuzni подтягивать qiladi.